Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Sizlar bilan birgalikda Nazar Eshonqulning Shamolni tutib bo'lmaydi hikoyasini ko'rib chiqayotgan edik. Hikoya ancha og'ir hikoya. Va u yerda siz Baynamomo degan personajga duch kelasiz. Ya'ni bu Baynamomo erining va o'g'lining o'ldirilganidan keyin butun qishloqdan nafratlanib, ularga qo'shilmasdan o'tgan bir kampir. Baynamomo qishloqdoshlariga ko'z-ko'z qilmoqchiday, bu uyning erkagi va oriyati o'lmagan deya ta'kidlayotganday, er va o'g'lining polvonlik yaktaklarini har oyning oxirida shusiz ham hammaning ko'ziga tashlanib turadigan uyning shapatgayiga osib qo'yardi. Ya'ni baland joyga erini va o'g'lining yaktagini, ya'ni ko'yligini ilib qo'yar ekan, xuddi bayroq ilgandek. Yaktaklar ham bora yillar hovuriga hamda har oyda qayta yuvadigan nafrat to'la changallarga dosh bera olmasdi. Ya'ni yig'lab nafratini yig'i bilan chiqazadi, keyin ilib qo'yadi, ko'ylaydi. Zamon qassob o'limidan bir kun oldin yaktaklar torda, ya'ni dor deymiz, Andijonda dor deyiladi, kiyim osiladigan torda uvada bo'lib osilib turar. Ular endi kiyimdan ko'ra ko'proq qabrlar ustiga ilib qo'yiladigan laxtakka o'xshab qolgandi. Zamoat boqarning o'limi ham Baynamomoning qalbini yumshata olmadi. Uning o'limi to'g'risidagi xabarni keltirishganda Baynamomo o'z hujrasida kelinlik sandig'i yonida cho'kka tushgancha musibat u g'amga ko'milib o'tirardi. Uning shu turishi azob-uqubatning bir to'plam uyumiga o'xshardi. Ya'ni bir azob-uqubatdan to'plab bitta uyum qilib qo'ygandek, kampiramda yig'ilib bitta uyumdek o'xshab o'tiribdi-da endi. Hujraga bosh suqqan Roziya momo unga Zamoat boqarning o'limi haqidagi xabarni yetkazdi. Barcha ayollar hozir qumoshdan hammani bir-bir quchib chiqadi deb o'ylashgan. Ya'ni Zamoat boqar uni erini, o'g'lini o'ldirgani uchun unda Baynamomo nafratlanadi va uni o'limi Baynamomoni xursand qiladi deb o'ylashdi. Ammo Baynamomo xabarni oq suyaklardek xotirjam qabul qildi. U bu xabardan ajablanmadi ham. O'tirgan joydan ostonadagi ayollarga burilib ham qaramadi. Ya'ni tezga qarab o'tiribdi, qarang. Haykalday go'yo toshday qotib o'tiraverdi. Faqat uning barmoqlari qaltirab turar, xonaga qon hididay noxush hid o'tirib qolgandi. Ayollar undan javob kutib uzoq o'tirishdi. Oradan ancha vaqt o'tgach Baynamomo ularga o'girilib ham qaramay, go'yo ularni ko'rishdan ijirg'anganday va jirkanganday alpozda "Boringlar, o'liklaringga yig'langlar" dedi. Ya'ni o'lik yig'la, u yoqda asaqil, bu yoqqa kelma dedi. Uning qahr to'la tovushi ko'pdan buyon odam qadam yetmagan hujralar ichiga singib ketdi. U yerdan 23 yillik changu g'ubor go'yo zardali ovozdan qaltirab ketgandek joylardan bir qimirlab qo'ydi. So'ng yana hujralarga bu xonadon boshiga tushgan g'am anduhdek abadiy cho'kdi. Ya'ni ovozi go'yoki bitta jarangladi-yu, singib ketdi devorlarga. Shunday deya Baynamomo musibat va g'am ado qilgan bu ayolning yildan-yilga kichrayib, qarib borayotganidan, yuzlarini tilim qilib tashlagan ajinlardan uyalganday, faslma-fasl rangi o'zgarib, xuddi bekasi kabi tussiz rangsiz ko'rinishga kelib qolgan, hech qachon yelkasidan tushmagan jelagi bilan yuzini ayollardan to'sib oldi. Ya'ni o'sha jelak deb kiyim aytyapti. Shu bilan u tersataliklar va odamlar bilan o'rnatilajak barcha muloqot eshigini taqa-taq yopdi. Va faqat o'zigagina ma'lum, boshqa hech kim anglay olmaydigan, boshqa hech kim anglashga qodir bo'lmagan o'z dunyosiga kirib ketdi. Baynamomo so'nggi nafasigacha o'z nafratiga sodiq qoldi. Zamoat boqari o'limidan so'ng ham qishloqdoshlari bilan ilakishib keta olmadi. Umrining oxirida bu o'jar kampir baribir o'zlarinikiga ko'chib bormasligini sezgach, singlisi ham kuyovi o'zlari ko'chib ketishdi. Ya'ni singlisi olib ketmoqchi ham bo'lgan, u yo'q degan. Va hamma bilan, hattoki singlisi bilan ham aloqani uzgan. Bu paytda Baynamomo butunlay oyoqdan qolgan, faqat kun uzog'i ko'zini shiftga tikkancha cho'zilib yotishga yarardi. Baynamomo eri va o'g'lining qabri yoniga qo'yishdi. 50 yil avvalgi qabrni oson topishdi. Qabr deyarli har hafta tozalab turilgandan boshqa qabrlardan yaqqol ajralib turar va undan miskin bir anduh anqardi. Ya'ni g'am hidi kelib turadigan qabr edi o'sha o'g'li bilan erining ko'mishdi o'lgandan keyin. Uning Rahim polvondan so'ng deyarli yangilanmagan, hatto ularga ham musibat va yolg'izlik hidi o'tirib qolgan ko'ylaklarini, xalq laparlarini yig'ish uchun kelib qurib ketishgan va o'sha talaba qizlardan so'ng biron marta foydalanilmagan torgi uzoq janglardan so'ng mag'lub bo'lgan qo'shin o'ljalariga o'zlariga o'lja qolgan tug'larni, ya'ni bayroqni osib qo'ygandek qishloqdoshlaridan 50 yil nafrat qilgan ayol ustidan nihoyatda g'alaba qilishgandek bir osib chiqishdi. Ya'ni u yaktaklarni osardi, kiyimlarni osardi-ku tepalariga. Va talaba qizlar deb orada qo'shib ketyapti. Talaba qizlar amaliyotchi, praktika deyishardi. Talabalarni amaliyotga yuborishardi qishloqlarga. O'sha qizlar kelib xalq laparlarini yig'ish uchun, men ham birinchi kursda o'qigan paytimda xalq o'zagi ijodi namunalarini yig'ish uchun bitta tumanga yuborishgan edi. Xuddi shunga o'xshab qishloqqa qizlar kelib uni uyda ma'lum vaqt yashagan, tor qurgan, kiyim osadigan, shuni aytyapti.
Talaba qizlar o'shanda zamoat boqarnikiga yig'ilgan, pishiriq-mishiriqni boshlashgan ayollar qiy-chuv qilishayotganda oqshomda kelishgandi. Ularning kelishi bilan zamoat boqarnikida boshlangan to'y tashvishlari qo'shilib ketdi. Biroq qizlar qishloq irimlarini nazariga ham ilishmadi. Baynamomonikiga kela solib, kir yuvishga tushdi. Ular ichki ko'ylak, ro'mol yana baynamomoga g'alati ko'ringan shimlarni shundoq hammaga ko'z-ko'z bo'ladigan joyga bemalol osib qo'yishdi. Ya'ni zamoat boqarnikiga kelishgan oldin, keyin baynamomoni uyiga kelib, endi ular qo'shni-ku, ularni bog'iga yuqirib oldi ot boqar. Kelib uni uyida yurib, talaba qizlar kiyinib, narsalarni osib yuribdi bemalol. Kampir ular bilan gaplashmayapti. Ular men o'qituvchining qishloqdagi eng keksa ayol degan bir og'iz gapi bilan baynamomonikiga kelib o'rnashib olishgan. Aftadan hali beri ketishmoqchi o'xshamasdi. Baynamomo ular bilan ochilib gaplashmadi ham. Kechqurun echkilarni sog'arkan, qizlar hayratdan qiy-chuv qilib yubordilar. Ularning birontasi ham echki sog'ishni ko'rmagandi. Qizlarning bir ikkitasi baynamomoga yaqinroq kelib, uning echki yeliniga borib kelayotgan oq suyak qo'llariga qaradilar. Mirshablarning hafsalasini pir qilgani xuddi uyning devori kabi yillar uqalay jimitdek qilib qo'ygan gavdasini sal oldinga egib turganda, uning o'zi ham qari, ozg'in echkiga o'xshab qolgandi. Ko'z oldiga keltiring, talaba qizlar tomosha qilib turibdi, kampir echki sog'yapti. Agar o'g'lingiz bo'lganida, men sizga jon-jon deb kelin bo'lardim, dedi qizlardan shaddodrog'i. Baynamomoning echki sog'ishdan zavqi kelib. Baynamomo unga o'qrayib qaradi va ko'zlarida birdan alam yondi. Qizlar qo'rqib ketishdi. Ko'z oldilariga baynamomoning butun tanasi birdan tutab jo'naganday tuyuldi. Qizlar dud hidini aniq sezishdi. Ya'ni tutun, ya'ni kampir eng og'riq joyiga urib qo'ydi. Kampir o'g'li borida o'g'li yo'q, endi hech qachon kelin ololmaydi. Qiz esa kelin bo'lardim deb kampir nozik joyiga urib qo'ydi. Baynamomo o'rnidan turdi, qo'lidagi kadini supaga qo'yib, kadi oshqovoq degani, ichkariga kirib ketdi. Va shu kirgani bilan ertasiga echkilarni yulg'unzorga haydab ketmaguncha qaytib chiqmadi. Choshgoh payti echkilarni haydab ketarkan, qizlarga bir og'iz ham gapirmadi. U xuddi oyparastga o'xshab ketib borar, echkilar yulg'unzorga emas, Po'lat cholning bedapoyasiga qarab ketayotganini ham sezmay yulg'unzor tarafga yo'l olgandi. Oyparast degan o'sha lunatiklar kechasi yuradiganlar. Po'lat chol qorni shishib ketgan echkilarni haydab kelganda, baynamomoni uydan topolmadi. U allamahal oy atrofi sutday yoritgan sharpaday kirib keldi. Uyga kirib ketib, tomir-shablar so'rab kelmaguncha uydan chiqmadi. Qizlar bir haftani og'zini poylab ovora bo'lishgach, biror narsaga erisha olmay qaytib ketishdi. Ular uy oldida paydo bo'lishlari bilan uyning tanazzulga yuz tutgani birdan bilinib qoldi. Ya'ni kampirdan o'zlaricha, endi qishloqning eng qari kampir-ku, qanaqadir folklor janrlarini yig'moqchi bo'lishdi. She'riyat beradi, afsona rivoyat beradi bo'lishdi. Vaholanki kampir hech kim bilan gaplashmaydi. Ular navqiron va go'zal edilar. Uydan va baynamomodan chirkinlik va musibat hidi kelar. Navqironlik oldida birdan uy ham, baynamomo ham keksayib qolganda edi. Ular bu uyda o'rnashib qolgan yolg'izlik va musibatni cho'chitib, so'ng quvib yuborishmoqchiday tinmay xoholashardi. Ya'ni tasavvur qiling, ezilib o'tirgan kampir, kulayotgan yoshlar. Talaba qizlarning ochiq sochiqligi, lorsillagan tanalarini ko'z-ko'z qilish uchun kiyib olgan tosh-shimu ko'ylaklari, kalta sochlari, g'alati oppoq paypoqlari ham tabiatan tekin tomoshani yaxshi ko'radigan tersliklarning e'tiborini torta olmadi. Ularning shahar atri ufurib turgan noz va tamannolari sirli tarzda o'ldirilgan otboqarning asasi orasida ko'zga tashlanmay qoldi. Ya'ni otboqar to'y boshlagan edi va o'sha to'y arafasida otboqar o'ldirib ketildi. Va hamma o'shanga o'ralashib qoldi. Uzoq vaqt farzandsizlik azobini tortgan otboqarni 40 dan oshib dunyoga kelgan 3 o'g'liga bir barakaga dabdabali to'y qilish uchun kazolarni shaxsan o'zi aytib kelish maqsadida shahar tushib ketgandan 2 kundan so'ng ertalab daryo bo'yidagi yulg'unzor ichidan chavaqlangan holda topib olishganda allaqachon to'y qozalari qurilib, uzoq manzillardan ba'zi mehmonlar kela boshlagan edi. Ya'ni bitta jumlaning ichida bir necha voqeani aytib ketadigan uslubi bor. Nazar Eshonqulli shunaqa qilib aytib ketyapti. Ya'ni 40 ga kirganda oxiri farzandli bo'lgan ekan, 3 o'g'liga baravar to'y boshlagan ekan va shaharga tushib ketganda to'yga aytgani tanishlarini uni biri o'ldirib ketibdi. Va albatta birinchi shubha otboqarni yomon ko'radigan odam baynamomoga tushadi bundoq qaraganda. Va shuning uchun bundan qattiq qayg'uga tushdi hamma odamlar, chunki uni yaxshi ko'rishardi. Mirshablar hamma bilan bittalar gaplashib chiqishdi va oxiri baynamomoniga kelishdi. Chunki baynamomoni aynan otboqarni bilan dushmanligi bor edi. Biroq uloqlar ichida uloqdan ham kichik jussali, yuziga yillarning beshafqat muhri bosilgan hamda yolg'izlikka mahkum etilgan har bir soniyaning musibati, anduh asorat porlab turgan kichkina jimitday, sochlari oppoq bo'lib qolgan kampirni ko'rishgach negadir botinisha olmadi. Ular qarshilariga Ramaqjon kampir, Ramaqjon degan ozon qildirqini, devday zamoat boqarni qiyoslashib, o'z shubhalaridan uyalib ketishdi, chog'i indamay o'ziga qaytishdi. Ya'ni o'zicha kampir so'roq qilmoqchi bo'lishdi, lekin qarasa kichkinagina jussali kampir, shu kampir shu gavda bilan devday keladigan zamoat boqar o'ldirmaydi deb indamasdan qaytib ketishdi. Zamoat boqar itday o'lim topgandi. Jasadining shu turishdan avval o'zi keyin tepasi qulab tushgan ulkan minora setardi.
kiyimlari pora yirtilgan, avrat uzib tashlangan, o'rta barmog'ining 10 ta barmog'ining hammasi kesib olingan. Tasavvur qiling, barmoqlari kesib olishgan. Baribir barmoqni izlab topisha olmadi. Jasadni barmoqsiz ko'mishga to'g'ri keldi. Butun qishloq naq qiyomat maydoniga aylandi. Ya'ni dahshatli ravishda o'ldirilgan, barmoqlari uzib olingan va kim shunaqa o'ldirdi deb hamma vahimada, ayollar uvvos solib yig'layaptimi, sochlari qorda yoppoq, arvohga aylangan qishloq xotirasida chiqib ketgan baynamamo tomusida Rayin polvonni itdek otib tashlashlaridan bir necha daqiqa oldin otni egarlash uchun olib chiqayotib, o'qqa duchor bo'lgan, yillar pora qilib tashlagan jabduq ustiga cho'kka tushgancha to'y deb kelib, aza ustidan chiqayotgan mehmonlardan to'y beraman deb endi aza berayotgan qishloqdoshlarni kuzatib, xuddi qutuq bir vazifani o'tab, endi dunyoda armoni qolmagandek yillar g'ijimlab tashlagan yuzida bir junun sifat ifoda qotib qolgan bir holda tirsaliklar hayotiga 23 yil soya solgan tosh haykal kabi qilt etmasdan o'tirardi. Antiqa manzara. Tasavvur qiling, kampir tomusiga chiqib o'tiribdi. Qishloqdoshlar hammasi zamoat boqar uyiga to'yga deb kelganlar azaga kelib yig'isi qilib ketyapti. U mana shundoq o'tirib tomosha qilib o'tiribdi. Nihoyat bu kampirning ham sitamgar kitobi o'qib bo'lindi. U Laylatul Qadr kutilayotgan oqshom yog'och va ko'p yillik anduhlar hidi o'tirib qolgan, sodiq qo'shinda 50 yilning biron kuni ham tark etmagan g'amnok va alamli saltanatda kelinlik to'shagida jimgina joni uzildi. Faqat o'lish oldidan singlisini chaqirib, 20 yildan buyon ochilmagan 67 yil oldin teraklik qishloq aytyapti, ko'r safar ustida yasagan yarim vayrona sandiqqa ishora qildi. Bir so'z demay to'shakka bosh qo'yib jimgina jon berdi. Ya'ni kampir gapirmabdi, singlisini chaqirib sandiqqa ishora qilib o'libdi. Uni ertasi tushga yaqin chiqarishdi. Udumga ko'ra azaga o'raning barcha qishlog'ida odamlar yetib kelishdi. Amir zamonlarni ko'rgan, narigi asrda so'nggi yodgori bo'lgan qishloqdoshlarini so'nggi yo'lga kuzatish uchun barcha keksa-yu yosh yig'ildi. Qaraylik, Nasr Shunqulni aniqlovchilar ajoyib. O'sha sifatdosh iboratlarni aniqlovchilar Amir zamonlarni ko'rgan, ya'ni u zamonni ham ko'rgan, 20-asr nariyog'ida 19-asrda ham yashagan va 20-asrda ham yashagan, 19-asr yodgori bu deyapti. Yig'ilganlar orasida Rayin polvon bilan o'g'lini himoya qila olmay, baynamomoning bir umrlik nafratiga duchor bo'lgan, o'sha paytda navqiron, endi sharti ketib parti qolgan chollar ham bor edi. Ular orasida 50 yil o'tgach, bu unut va mustar go'shaga birinchi bir qadam qo'yishgan va tobut ortidan gunohkorona bo'yin egib borishardi. Murdani yuvish oldidan sandiqni ochishdi. Avval o'limlikka atalgan kiyim-kechaklarni, kafanni olishdi. So'ng dastasi qorayib qolgan qamchi, sopaga gavhar o'rnatilgan hanjar, erkak kishining ter hidi kelib turgan kalla po'shi, ya'ni do'ppi, ko'kraga taqadigan zebigardon, ya'ni ayollar taqadigan taqinchoq, kampir qo'lida hech qachon ko'rinmagan kellik bilaguzugi, ya'ni kampir qachondir bilaguzugi bo'lgan, lekin er o'lgandan keyin qaytib hech qachon esdan qilmagan taqinchoq taqmagan. Etagi kashtali, yoqasiga tasma urilgan keng ko'ylak, angishvona, sarg'ayib ketgan Qur'onni olishdi. Eng oxirida sandiqdan bog'ichi chirik bog'langan, kaptarning yuragida kichkina matosiz zarsin bilan tikilgan, ko'p yillik qon qotib qolgan tumor, tig'izanglagan qaychi, ko'p yillik turgandan bo'g'im bo'lib faqat suyakning o'zi qolgan, u ham qoramtir tutalib naq kunga aylanish arafasiga kelgan chorsining yirtig'iga, chorsi degan erkaklar belbog'i, belboqqa pala partish o'rab tashlangan 10 ta odam barmog'i ham topildi. Ya'ni qarang, syujetni tugun shu yerda yechiladi, ya'ni shu paytgacha yozuvchi aytmasdan keladi-da, zamoat boqari o'ldirgan asli baynamomo bo'lib chiqdi. Qarang, baynamomo nafrat bilan indamasdan yurib, zamoat boqar to'y qilaman, yayrayman degan bir kundan oldin uni o'ldirganda ham shafqatsizlarcha o'ldirgan. Buni intiqom, qasos deb olarsiz, balki buni vahshiylik deb olarsiz. Bu o'ldirganda ham uni shafqatsizlarcha o'ldirgan. Qarang, mana zanglagan qaychi bilan aytaylik, uning avratini kesib olgan yoki uning barmoqlarini uzib olgan. Shunisi bilan ham bu dahshatli hikoya bu o'zi. Va meni birinchi xulosam, bu hikoyani o'qish kitobxonga og'irlik qiladi. Va uni kichik yoshdagilarga o'qitmagan bo'lardim, unga mo'ljallamagan ularga. Qasos orzusi mazlumni hayotda ushlab turadi. Ehtimol shu narsa ushlab turdi baynamomoni bir kun o'chalaman deb. Mazlumlar ko'pincha shu qasos bilan o'zini yupatishadi va ularni qasosgina xotirjam qila oladi. Musibatlar odamga sinov uchun beriladi, odam yashashda davom etishi kerak. Meni xulosam shu, ya'ni baynamomoga o'xshab bir umr nafratni yuragiga ekib, g'azab bilan, musibat bilan yashashni men oqlamayman. Bilmayman, odamzod bu dunyoga yashash uchun keladi, odamzod yashash kerak. Hayotda qanaqa qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar, odam yashashda davom etishi kerak. Qanchalik qiyin bo'lmasin, Allohning unga bergan sinovlariga yashash, chidashga kuch topa olish kerak. Ehtimol gapirishga osondir. Shunaqa nima deydi? Tashqaridan baho berish balki oson bo'layotgandir menga. Lekin nima bo'lganda ham hikoya juda ham ruschasiga ketganda mrachniy hikoya, juda ham qorong'i hikoya, yuragingizni junjiktirib yuboradigan hikoya. Va nima xulosa qilish mumkin bu hikoyadan? Men hattoki hayronman. Menga qolsa
Bu ham mayli o'ziga xos bitta esidan chiqmaydigan bitta syujet bundoq qaraganda, lekin bu qayta o'qiladigan asar emas. Mana shuni aytishim kerak. Mana oxirida detektiv asarlarga o'xshab kim o'ldirganini, nima uchun o'ldirganligini tushunib yetdi desa, ikkinchi marta shu hikoyani qo'lingizga olib o'qigisi kelmaydi. Juda ham og'irlik qiladi. Xuddi shu musibatni og'irligidan qaytadan boshdan kechirishingizga olib keladi bu hikoya va menga qayta o'qiladigan asarlar ko'proq yoqadi. Yana bilmadim. Hozircha xayr, salomat bo'ling.